O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch xabar. O'zgidromet 25, 26 va 27 dekabr kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Fuqarolar yangi yil arafasida tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat! Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. 25 va 26 dekabr kuni ba'zi joylarga qor yog'adi. 27 dekabrda ayrim joylarga yog'ingarchilik kuchli bo'lishi mumkin. 28 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 25 dekabr kuni kechasi 1-6 daraja sovuq. 26 dekabr kuni kechasi 5-10 daraja sovuq. 27 va 28 dekabr kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 25 va 27 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 28 dekabrda ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarga esa tuman tushishi mumkin. Harorat 25 dan 27 dekabr kunlari kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida 25-27 dekabr kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 28 dekabr kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 25 dan 27 gacha 3 daraja sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 25 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 26 va 28 dekabrda ba'zi joylarga qor yog'adi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.